Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Oldingi faslda Yevropa Osiyoga to'shilgan majburiy emgak mahsulotlari yuqori pallaga chiqqan. Xitoy Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgak mahsulotlarini Osiyo, Yevropa ellariga davomli to'shiyotgan bo'lib, oldingi faslda mal o'tkazish miqdori yuqori chekka yetgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 9-aprildagi xabarida bu yil birinchi faslda Qo'rg'os chegara ig'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezining 2375 qitimga yetib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 28,5% oshganligi, mal o'tkazish miqdorining 3,336,000 tonnaga yetib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 26% oshganligi va tarixdagi o'xshash mazgil bo'yicha yangi yuqori saviya yoritilganligi qayd qilingan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yildan buyon Qo'rg'os chegara ig'izi orqali kunda qatnaydigan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi 23 qitimdan oshgan bo'lib, o'tir hisob bilan har 2 soatda bir qitimga to'g'ri kelgan. 3-oyning oxirigacha navbatchi poyezning qatnash liniyasi 87 ga yetib, chegara sirtidagi 18 davlat, 46 shahar va rayonga tutashgan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, xususan majburiy emgakka selish jinoyatini izchil davomlashtirayotgan bo'lib, Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy emgakka chetishlik deb qaralayotgan bo'lsa-mu, davomli Yevropa, Osiyo ellariga to'shilmoqda. Bir necha oy burun e'lon qilingan dokladlarda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan sho'xli qiyami qatorliq mahsulotlarning Yevropaning tanlov bozorlariga kirayotganligi oshkorlanib, kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Xitoyga josuslik qilish bilan ayblanib qo'lga olindi. Shvetsiya taftish organi bir Uyg'urni Xitoyga josuslik qilish bilan ayblab qo'lga olgan bo'lib, mazkur Uyg'urning Dünya Uyg'ur qurultiyining Xitoy tili bayonotchisi Dilshod Reshid ekanligi oshkorlandi. Fransiya xabar agentligining xabar qilishicha, Shvetsiyaning bir taftish amaldori 7-aprel bir Uyg'urni Xitoy rejimiga Uyg'urlarning ma'lumotlarini va istixborot uchurlarini yetkazish bilan ayblab qo'lga olishni talab qilganligini, navbatda bu deloning tekshirish bosqichida ekanligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, 9-aprel tushdan keyin Solna shahridagi sud mahkamasida tunji qatimliq isbot anglash yig'ini o'tkazilgan. Mazkur deloga chetishliq yana bir jinoyat gumondori bor bo'lib, u haqda texnik suddan burungi qo'lga olish buyrug'i tushirilmagan. Aloqador xabarda mazkur Uyg'urning ismi tilga elinmagan bo'lib, faqat bir xalqaro tashkilotning bayonotchisi deyilgan. Sud mahkamasining hujjatlariga asosan mazkur Uyg'urning Dünya Uyg'ur qurultiyining Xitoy tili bayonotchisi Dilshod Reshid ekanligi ma'lum bo'lgan. Mazkur xabar e'lon qilingandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar orasida qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Dünya Uyg'ur qurultiyi tunugun bu haqda bayonot e'lon qilib, qurultay raisligining jiddiy yig'in ochib, Dilshod Reshidning vazifasidan qoldirilishi haqida qaror chiqarganligini bildirdi. Dilshod Reshid 1967-yili tug'ilgan bo'lib, 2004-yildan tortib hozirga qadar Dünya Uyg'ur qurultiyining Xitoy tilidagi bayonotchisi vazifasini o'tab kelgan. Xitoyning josuslik detalining Uyg'urlarni nazorat qilganligi oshkorlandi. Angliya, Amerika, Kanada, Yangi Zelandiya, Avstraliya va Germaniyaning to'r bexatarlik organlari 8-aprel e'lon qilgan dokladida Xitoy bexatarlik organlarining josuslik detali orqali chet eldagi Uyg'urlarni, Tibetlarni va Tayvan mustaqilchilarini nazorat qilganligini oshkorladi. Reuters agentligining xabariga asoslanganda mazkur josuslik detalarini Xitoy JX ministrligiga chetishlik bo'lgan Sichuan Dianke to'r bexatarligi texnik shirkati tarqatgan bo'lib, dokladda bu josuslik detallarining borgan sari ig'irlashayotgan tahdid ekanligi haqida ogohlantirish berilgan. Mazkur shirkat tarqatgan josuslik detallariga Moonshine va Bad Bazaar deb ism qo'yilgan bo'lib, aloqa uskunalarining mikrofon va kameralariga bo'sib kirib, qisqa uchur, surat va o'rin ma'lumotlarini yig'adi ekan. Angliya davlatlik to'r bexatarlik markazi bu haqdagi uqtirishida eng chong xavfga duch kelayotganlarning Uyg'urlar, Tibetlar, Tayvan mustaqilchilari va ularga aloqador tashkilotlar ekanligini bildirgan. Xitoyning Washingtondagi elchixonasining bayonotchisi Reuters agentligining savoliga javob qaytarib, burunqidaklar jinoyatlarini inkor qilgan va Xitoy asossiz paketlar orqali bo'ktan chaplashga qat'iy qarshi turdi deb bildirgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi qattiq keskinlashdi.
Xitoy Tramp hukumati bekitgan muddatdan burun o'ch elish xarakterlik boj qaroridan voz kechmayli qolmasdan Amerika mollariga yana 50% boj qo'shgandan keyin Amerika Xitoyga qaratgan tamojna bejini 125% ga chiqardi. Amerika prezidenti Donald Trump 2 aprel bir ma'muriy buyruq imzolagan bo'lib, Amerikaga kirgizilgan barliq mollardan eng az bo'lgandimi 10% tamojna beji e'lonlanganligini e'lon qilgan edi. Mazkur qarorda Xitoyga 34% qo'shimcha boj qo'yilgan bo'lib, oldingi oylarda bekitilgan bojlarni qo'shganda Xitoydan e'lonlangan tamojna beji 54% ga yetgan edi. Xitoy 4 aprel Amerikaning bu qaroriga inkos qaytarib, Amerika mollaridan 34% boj e'lonlanganligini 10 apreldan tartib kuchga ega bo'ladiganligini e'lon qilgan edi. Trump Xitoyning bu qaroriga kuchlik inkos qaytarib, Xitoyga 8 aprelni oxirgi muddat qilib bekitib, agar Xitoy bu vaqtdan burun Amerikaga qaratgan o'ch elish xarakterlik boj qaroridan yanmasa, yana 50% boj qo'shadiganligini, buning 9 aprel kuchga ega bo'ladiganligini e'lon qilgan edi. Ammo Xitoy Amerikaning bekitgan muddatiga pisand qilmay 9 aprel Amerika mollariga yana 50% boj qo'shib, umumiy boj miqdorini 84% ga yetkazdi. Xitoyning bu harakati Amerika prezidenti Donald Trumpni qattiq g'azablantirgan bo'lib, u Xitoyga qaratilgan umumiy boj miqdorini 104% dan 125% ga o'stirdi va darhol kuchga ega ekanligini e'lon qildi. Trump yana 75 davlatning Amerika hukumati bilan boj qarori haqida suhbatlashishni xohlaydiganligini uqtirganligini, shundaqla o'zining kuchlik tashabbusi bilan bu davlatlarning hech qanday o'ch elish xarakterlik tadbir qo'llanmaganligini, bu sababli mazkur davlatlarga qaratgan boj qarorini 90 kunlik muddat bilan to'xtatib turadiganligini, boshqa davlatlardan e'lonlangan bojni 10% ga tushiradiganligini, bu qarorlarning darhol kuchga ega ekanligini e'lon qilgan. Buning bilan bu qatimliq tamojna beji urushi Amerika bilan Xitoy orasiga markazlashgan. Ikki taraf o'rtasidagi jiddiy tirkishish dunyo iqtisodiga kuchli ta'sir ko'rsatgan bo'lib, pay cheki bozori, may bahosi, oltin bahosi qatorliqlarda davolg'ish ko'rilgan. Yevropaning cho'ng shirkatlari Starlink bilan raqobatlashish muzokarasini boshladi. Yevropaning Osiyo olam qatnashi shirkatlari bo'lgan Airbus, Thales va Leonardo Yevropa ittifoqining raqobat talablariga moslashib, Starlink bilan raqobatlashish uchun birlashish planini muzokara qilmoqda. Yevropaning Osiyo olam shirkatlari Airbus, Thales va Leonardo sun'iy hamroh savdosini birlashtirish to'g'risida suhbatlashayotgan bo'lib, 9 aprel Yevropa ittifoqining monopolga qarshi turish boshlig'i Teresa Ribera bilan ko'rishgan. Bu uchrashuv Yevropa komitetining kun tartibiga asosan bekitilgan bo'lib, bu uch shirkatning birlashma olam shirkati qurishdagi dastlabki planining Elon Muskning Starlink shirkati bilan raqobatlashish niyatidan kelganligi qayd qilingan. Navbatda mazkur shirkatlarning hozircha Yevropa ittifoqining monopolga qarshi turish amaldorlari bilan dastlabki muzokaralarni qilganligi eskartilgan. Bu qadam qo'shib olish kelishimini tasdiqlashni rasmiy talab qilishdan ilgari tashlangan. Ahvoldan xabardor bir amaldorning oldingi oyda Reuters agentligiga aytishicha, mazkur suhbatlar dastlabki bosqichda bo'lib, kelar yilgacha konkret natijaga erishishi tasdiqlangan. Shirkatlarning bosh ijroiya amaldorlari Yevropa ittifoqining raqobat boshlig'i bilan uchrashib, o'z kelishimlari haqida ma'lumot bergan va tekshirish jarayonida yo'liqqan masalalar, masalan, monopolga qarshi turish masalasini hal qilish choralari to'g'risida fikr almashtirgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.